Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 5-aprel haftaning shanba kuni 2025-yil. Xo'p, biz mana bu kiyimlarni ko'rsatamiz hozir va futbolkalar ekan. Necha bo'lyapti bular? 10 ming so'm. 10 ming so'mdan ekan. Mana shu bitta ikkitasini ko'rsatib yuboring, bitta ko'tarib. Xo'p, materiali nima buni? Bambuk. Materiali bambuk ekan. 52, 54, 56 razmer. 52, 54, 56 a? 3 talik razmer. Razmerlari 3 talik ekan. Endi bu faqat pachka sotilar ekan. Pachkada nechtadan? 30 tadan bayramda shu. Bir bayramda 30 tadan ekan, ha? Agar aralashtirib bering desa ham aralashtirib berasizmi? 30 ta aralashtirib beramiz. Ha, o'sha eng kami 30 ta. 10 ta shu qizil, 10 ta maloshni, 10 ta ko'k bo'ladi, aralashtirib bering desa. Xo'p, bu tushunarli bo'ldi. Xo'p, bu tarafda yosh bolachalarga ishtonchalar ekan. Bu ishtonchalar o'zimizda chiqyaptimi? Qayerdaki bu? O'zimiz polyester, suprem. Ha, materiallari polyester, HB, suprem ekan. Narxi necha pul? 2000 so'mdan. Narxi 2000 so'mdan ekan. 100 ta eng kam zakaz. Eng kami 100 ta ekan. Mana shu bir pachkada nechta? 50 ta shu pachkasi. Pachkada 50 ta. Xo'p. Bu tarafda nima bular? Ishtonchalar Xitoy. Bular Xitoy ishtonchalar ekan. Mana sizlarga Xitoy ishtonchalar. Mana ochiqlar. Bular necha puldan? Interlo material 8,5 mingdan. Materiali Interlokan 8,5 ming so'mdan ekan. Necha yoshga tushadi bu? Oylikdan 4-5 yoshgacha. Oylikdan 4-5 yoshgacha ekan. 4 talik razmer ekan. Bu acha blok sotiladi. Acha blok 80 ta bor. Bu blok sotilar ekan. Pachkada 80 ta. 80 ta. 20 pachka 80 dona. Bular nima? Bu sportivka. Bular sifativka. Shuni ham ko'rsatib qo'yaylikmi nimaligini? Bitta 30 ming so'm. o'zi ushlab turingda mana. 30 ming so'mdan ekan sifativkalar. Buni necha xil rasvetkasi bor? Bir xil, har xil. Kuziga bo'ladi. Ha, bular kuzgi ekan. Endi kimdir qiziqsa necha yoshga tushadi? Standart 5-6 yosh. Standart ekan 5-6 yoshga mo'ljallangan ekan. Bu ishtonchami bu? Alohida. 7 ming so'm. O'zimizniki bu. O'zimiz. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan ma'lumotlar rangida tepalari ekan. Ishtonchani rangi ekan. Necha pul dedingiz? 7 7 ming. ming so'mdan ekan. Bu nechta nimasi razmeri? Pachkada 4 ta. Pachkada 4 ta ekan. Yoshdan 5-6 yoshgacha. 2 yoshdan 5-6 yoshgacha ekan. Ranglar har xil. Mana rasvetkalari. Bu nechta sotiladi? Pachka 20 ta. ha, eng kami shu 20 ta sotiladi. Pachkada 20 ta ekan. Xo'p, bu tarafda ham mana shu detskiy kiyimlar ekan. Bu vishilkalar 13 ming so'mdan ekan. Optim pachka narxi ekan. Nechta pachkada? 50 ta eng kam zakaz. Standart razmer. Necha yoshga tushadi bu? 2 yosh, 3 yosh. Ishtonchasi ham bor mana. Kam pul. Juda ko'p rangi bor. Rasvetkasi har xil. Bu ham O'zbekistonda chiqqan, ha? Materiali nima buni? Nachos 2. Nachos 2 pakan. Mana yangi mahsulotlar mana pachkada turibdi. Ekranda telefon nomer, Telegram manzil turibdi. Bemalol telefon qilib bog'lanaverasizlar. Bu tarafda Xitoyda shu kiyimlar ekan, yosh bolalarga ekan. Yozgi, bahorgi, qishki aralash. Bir xil hammasi. Yozgi, qishki, bahorgi aralash ekan. Nech pul deyapsiz? 80 ming so'm kilogram. 80 ming so'm ekan kilosi. Nech kilo? 1 kilo desa ham sotaverasizmi? 20 kilo eng kami. Eng kami 20 kilo sotilar ekan. Tanlab olishadi o'zlari. O'zlaring kelib tanlab olasizlar ekan. Ma'qul kelganini mana bu ishtonchadan xohlasalang bitta, onasidan bitta, xullas hammasidan terib taroziga qo'yasizlar. Keyin 20 kilo bo'lsa, o'sha pulini kelishasizlar. 80 ming so'm ekan. Bular hammasi yangi mahsulotlar. Bu tarafda ham mana chaqaloqlarga ham bormi? Aralash bor hammasi. Chaqaloqdan 5-6 yoshgacha bor.
Hop, telefon nomerlarini og'zaki ham aytib qo'yamiz. Necha nomeringiz? 77lik Telefon nomerlar 77lik 250 1103 250 1103. 1103 telefon nomeriga telefon qilaverasizlar. To'g'ri, maktab pochtasi. Xo'p, bu joyda manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani 4-maktab ro'parasida joylashgan.